Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Aka, haligi kitobdan keldimi? O'zimizda kitob bor-ku, o'sha. Bugun keladi degandingiz. Yo'q, hali kelmadi. Yaqin orada kelib qolsa kerak. O'zichi hammasiga Zaynab aytadi. Hammasiga Otabekni onasi sabab. Gapni eshit, agar shu Zaynab bo'lmaganda Otabekni olib onasi kelasizlar. Va ona Amush bo'lganda aka, bizni kitob keldimi? Yo'q, hali kelmadi. rus adabiyoti haqiqiy falsafa. U turklar bu hech narsa bilmaydi u Turk adabiyoti yaxshi. Bilasiz. O'qiganmisan? O'qimayman uni. Qadr aka, taniysanmi? O'qimayman ham. Va qayerdan u Sekin Amush Muhammad aka, ku. kelmadimi bizniki? Yo'q, hali kelmadi. Bolalar, kitob keldi. Keldimi? Xo'p, ket. Mariya Karelli, Xavfli do'stlik. Mariya Karellining Skop Satani kitobi birinchi marta o'zbek tiliga tarjima qilindi. Bu kitob 100 yil oldin chiqqan bo'lsa ham, millionlar nusxada sotilgan va haligacha sotilyapti. Qaysi nashriyotdiki bu? Bu kitob Calibre Books nashriyotidan chiqdi. Boshqa kitob do'konlarida ham bormi? Ha, O'zbekistondagi barcha kitob do'konlarida bor. Bu kitobni albatta o'qib ko'ring. Sizga yoqadi degan umiddamiz.